Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun ichki imtihondan muvaffaqiyatli o'tganlarning o'qishning guvohnomalarini topshirish jarayonidan video reportajlarimiz bo'ladi. Degan bergan ama nodara. Muvaffaqiyatli topshirgan imtihonlarda ichki imtihonni endi imtihon markazidan muvaffaqiyatlimiz o'tib ketgan bir vaqtda. Ummanboy Ag'abek tumani. Rahmet Casurbek. Evet. Alimbetova Nilufar. Tabriklaymiz. Omad. Allah bergan va mahsulot. Muvaffaqiyat o'tib keting bu to'g'ri. Botiqa qarorlardan hozir. Voy botiq. Mana Tabriklaymiz muvaffaqiyat. qo'shni. Tabriklaymiz. O'qidi buni. Buna şöyle okuduk, yaxshi okuduk, buna qog'ozlar aldık. Xudo qalasa endi shu topshirib imtihonlarda prava olishdi. Yetib o'tiribmiz, maqsad etib. Rahmat katta. Aytaman. Şu qog'ozlarimizni aldık, endi Xudo qalasa egzaminlarga borib, muvaffaqiyatli o'tib kelish niyatimiz bor. Xudo qalasa pravalarimizni olish. Rahmat o'quvchilarga da, o'qituvchilarga da bizlarga o'rgatgani uchun. Xudo qalasa shu pravalarimizni olamiz endi. Omad. Barmayın aytdilar. Yani o'qidi degan tasdiqlanma, guvohnoma shunday bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Elektronniy. Pasport kopyalari, guvohnomalar hammasi mana. Bular bir toifa mana. Bu toifalar deb yozib qo'yadi shu yerda mashina bilan.